bular hozir farzandga harakat qilishyapti. Bu axir qiz bola-ku deb kirib kelishyapti. Yaqinda mana bo'ldi, Samarqanddan bir bemorimiz keldi. Farzandsizlik bo'yicha ota-onasi olib kelishyapti. Ko'rib, tekshirib, mana endi urolog androlog sifatida xo'jayinlarni tekshiryapman va ayollarni ginekolog tekshirib bo'lganimizdan keyin miyasizlar bo'lsin kim, vrachim yugurib kiryapti yonimga. Hasan Karimov ginekolog. Hasan Karimov, bular hozir farzandga harakat qilishyapti. Bu axir qiz bola-ku deb kirib kelishyapti. 2,5 yil birga yashashgan. 2,5 yil birga yashashgan, ota-onasini oldida, quda andalarning orasida bularda farzand bo'lgani yo'q. Endi farzandga harakat qilishimiz uchun doktorga borishimiz kerak degan narsa bor. Lekin qachonlardir ular birinchi kecha uspeshniy bo'lganmi, bo'lmaganmi degan savol yo'q. Miyasizlar bo'lsin kim. Bu yangalar bilmadim nima ish bajarishgan. Kuyovjo'ralar qo'shnoq ichidagi qaysidir maslahatlarni bergandir. Endi ular ham mutaxassis emas. Albatta, mutaxassis emas. Qarindoshlarda. O'zini bilganini tushuntirib berishgan. Kimdir to'g'ri tushuntiradi, kimdir noto'g'ri tushuntiradi. Va tabiiyki bu xotin endi bola, erkak juda yuvosh, bu narsalardan ancha yiroqroq bo'lgan inson, ma'lumotga ega emas. Va albatta unga to'g'ri yo'naltirib, to'g'ri tushuntirib, to'g'ri yondashilgandan keyin albatta mana hozir xudo xolasa yengillik bor. Bu bizni eng tez va yaxshi natijalarimizdan biri hisoblanadi. Eng quvonchli narsamiz ham mana shu.